أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ey Muhammed, sana vahiy qilingan kitobni, ya'ni Qur'onni tilovat qilgin. Namozni ta'dil arkon bilan o'qigin. Namoz haqiqatan qabih ishlardan va gunohlardan to'sidi. Allohni yod etish hammadan, ya'ni uningdan boshqa hamma ibodatdan ulug'dir. Alloh qilayotgan hamma ishinglarni bilib turadi. Ahli kitob bilan faqat eng chiroyli ravishda munozirlashinglar. Ularning ichidagi zulm qilg'uchilar, ya'ni sizlarga qarshi urush qilg'uchilar va fidya berishdan bosh tortquchilar buningdan mustasno. Aytinglarki, bizga nozil qilingan kitobga va sizlarga nozil qilingan kitobga iymon etdik. Sizlarning ilohinglar va bizning ilohimiz birdir. Biz Allohga bo'ysunguchilarmiz. Ey Muhammad, shuningdek, ya'ni sendan ilgirkilarga kitob nozil qilgandek, sanamu kitob, ya'ni Qur'on nozil qildik. Biz kitob berganlar, ya'ni Yahudilar, Nasaralardan Qur'onga ishonadiganlar bor. Bulardan, ya'ni Makka aholisidanmi Qur'onga ishonadiganlar bor. Bizning oyatlarimizni faqat kofirlarla inkor qiladi. Ilgari sen kitob o'qishni bilmayding. Xat yozishni bilmayding. Mubodo sen kitob o'qigan, xat yozdigan bo'lsang, u chaqda haqqa qarshi turg'uchilar cho'qim gumonlanadi. Undaq emas. Ya'ni ish zolimlar gumon qilgandek emas. Qur'on ilm berilganlarning ko'ngillarida saqlangan ro'shan oyatlardir. Bizning oyatlarimizni faqat zolimlarla inkor qiladi. Ular nimishqa uningga Parvardigoridan mo'jizalar nozil qilinmaydi dedi. Aytqinki, mo'jizalar haqiqatan Allohning dargohidadir. Mening qo'limda emasdir. Men faqat bir oshkora ogohlantiruvchiman. Bizning sana ularga tilovat qilinib turadigan kitobni nozil qilganligimiz ularga mo'jiza bo'lishga kifoya qilmadimi? Bu kitobda iymon etgan qavm uchun shak shubhisiz rahmat va vaz-nasihat bor. Aytqinki, men bilan sizlarning oranglarda mening rost payg'ambar ekanligimga guvoh bo'lishga Allah kifoyadir. Allah osmonlardagi va zimindagi hammani bilib turadi. Butqa ishongan, Allohni inkor qilgan odamlar ziyon tortquchilardir. Ular sendan azobning chapsan kelishini talab qiladi. Allah ularning halok bo'lishining muayyan vaqtini belgilamagan bo'lsa edi, ularga azob albatta ular talab qilgan vaqtda keladi. Ularga azob cho'qim ular xabarsiz holatda turganda ushtumtut keladi. Ular sendan azobning tez kelishini talab qiladi. Shak shubhisizki jahannam qiyomat kuni kofirlarni qorshab turg'uchidir. U kunda azob ularni ustlaridan, oyoqlarining ostidan o'rib oladi. Allah ularga dunyoda qilgan amallaringlarning jazosini tetinglar deydi. Ey mu'min bandilarim, mening ziminim haqiqatan kengdir. Manga ibodat qilinglar. Har bir jondar o'limning ta'mini tetig'uchidir. Ondan bizning dargohimizga qaytirilasizlar. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilgan kishilarni jannatning ostidan o'stanglar eqib turadigan oliy joylarga o'rinlashtiramiz. U yerlarda ular mangu qoladi. Yaxshi amallarni qilguvchilarga berilgan mukofot nima degan yaxshi? Ular hijrat qilishning jafo mushaqqatlariga, Allohning yo'lida yetgan aziyatlarga sabr qiladi.
hamma ishlarida Parvardigoriga yo'linadi. Nurg'un hayvonlar o'z rizqini ustiga ola olmaydi. Ya'ni o'z rizqini tepib yeyishdan ojizdir. Ularni va sizlarni Allah rizqlandirdi. Allah so'zinglarni anglab turg'uchidir. Ahvolinglarni bilib turg'uchidir. Agar sen ulardan osmonlarni va zaminni kim yaratdi, kunni va oyni kim bandlarning manfaati uchun bo'ysundirdi deb so'rasang, ular cho'qim Allah deb javob berdi. Ular qandoqmi Allah'ның ibadetidan bosh tortadi? Allah bandlardan qaysi odamning rizqini keng qilmoqchi bo'ladi ekan, uni keng qiladi. Qaysi bandisining rizqini tor qilmoqchi bo'ladi ekan, uni tor qiladi. Allah haqiqatan hamma narsani bilib turg'uchidir. Agar sen ulardan bulutdan yomg'ir suyini tushirib, uning bilan o'lgan zaminni tirildirgan kim deb so'rasang, ular cho'qim Allah deb javob berdi. Aytqinki, sizlarga qarshi paketlar bor bo'lganlikdan jimi hamdu sana Allohga xosdir. Balki ularning to'lisi bu so'zlardagi ziddiyatni tushunmaydi. Dunyo tirikchiligi faqat o'yin kulka va g'aflatdan iboratdir. Shubhisizki, oxirat yurti haqiqiy hayot yurtidir. Agar ular bilsa edi, bu dunyoni u dunyodan ortiq ko'rmaydi. Ular kemiga chiqib, g'arq bo'lishdan qo'rqqan chaqlarida Allohga kamoli ixlos bilan iltijo qiladi. Allah ularni aman esan quruqlikka chiqargan chaqda balo qazodan qutuldirgan Allohni unutib, nagahan Allohga sherik keltirdi. Ular bergan ne'matimiz, ya'ni dengizdan qutuldirganligimizga noshukirlik qilib baqsin, qolgan ömürlerden bahramand bo'lsin. Bular ishning oqibatini kelgusida biladi. Ular, ya'ni mushriklar ko'rmamduki, biz haramni aman joy qildik. Halbuki ularning atrofidagi kishilar asir elinyotidi va o'ltirilyotidi. Ular botilga ishinib, Allohning ne'matini inkor qilamdi. Allohga yolg'onni choplagan yoki haq kelganda uni inkor qilgan odamdanmi zolim odam bormi? Jahannamda kofirlarga joy yo'qmidi? Albatta bor. Biz uchun kurash qilganlarni albatta yo'limizga yetaklaymiz. Allah haqiqatan yaxshi ish qilguvchilar bilan billadir. Avlod ovozliq asarlari. Avlod ovozliq asarlari. Sura Rum 60 oyat. Makkada nozil bo'lgan. Nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Alif Lam Mim. Rumluqlar yaqin bir joyda yengildi. Ular yengilgandan keyin bir qancha yil ichida yengidi. İlgiri va keyin hamma ish Allohning boshqarishidadir. Bu kunda mu'minlar Allohning bergan yordami bilan xushal bo'ladi. Allah xohlagan kishiga yordam beradi. Allah g'olibdir. Mu'minlarga nihoyatda mehribondir. Allah ularni g'olib qiladiganligini va'da qildi. Allah va'dasiga xiloflik qilmaydi. Chunki Allohning va'dasi haqdir. So'zi rostdir. Lekin kishilarning to'lisi buni bilmaydi. Ular hayoti dunyoning tashqi ko'rinishini biladi. Ular oxiratdan, ya'ni oxirat ishida o'ylanishdan va oxirat uchun ishlashdan g'aflatdadir. Ular oqibatining qandoq bo'ladiganligini bilishlari uchun o'zlari ustida fikr yurgizmamdi. Allah
osmonlarni, zaminni va ularning orasidagi yulduz qatorliq narsalarni faqat haq va muayyan vaqtliq qilib yaratdi. Shak shubhisizki, nurg'un kishilar Parvardigorga muloqot bo'lishni, qayta tiriladiganligini, qilgan amaliga yarasha mukofotlanadiganligini yoki jazolanadiganligini inkor qilguchidir. Ular yer yuzida kezib o'zlarining ilgari o'tganlarning oqibatining qandoq bo'lganligini kuzatmadimi? Ular, ya'ni o'tgankilar quvvatda bulardan kuchlik edi. Ular ziroat terishda, imorat selishda bular, ya'ni Qurayshlardan ustun edi. Ularga payg'ambarlari mo'jizlarni elib keldi. Ular mo'jizlarni inkor qildi. Allah ularga zulm qilmadi. Ya'ni Allah ularni gunohsiz halok qilgani yo'q. Lekin ular o'zlari kufri uchun va payg'ambarlarning mo'jizlarini inkor qilganliklari uchun o'zlariga zulm qildi. Shuning bilan ular halok bo'lishga tegishlik bo'ldi. Ondan yomon ish qilganlarning oqibati eng yomon bo'ladi. Chunki ular Allohning oyatlarini inkor qilgan va masxir qilgan kishilardir. Allah maxluqotini dastlabda yo'qdan bor qiladi. Ondan uni o'lgandan keyin tirildirdi. Ondan Allohning dargohiga hisob uchun qaytarilasizlar. Qiyomat qoyim bo'lgan kunda gunohkorlar umidsizlanib ketadi. Ularga sherik keltirgan butlardan shafaat qilguvchilar bo'lmaydi. Ular sherik keltirgan butlardan tanidi. Qiyomat qoyim bo'lgan kunda mu'minlar bilan kofirlar bir-biridan ayriladi. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlar bog'chida, ya'ni jannatning bog'chilarida yayritiladi. Bizning oyatlarimizni va oxiratdagi muloqotini inkor qilgan va yolg'onga chiqarganlarga kelsak, ular davomli azobda qoladi. Sizlar oqshomda va attiganda Allohga tasbih aytinglar. Osmonlardagi, zimindagi hamdu sana, kash va peshin vaqtlardagi hamdu sanoning hammasi Allohga xosdir. Allah jonsiz narsalardan jonliq narsalarni chiqaradi. Jonliq narsalardan jonsiz narsalarni chiqaradi. O'lgan zaminni tirildiradi. Ya'ni qurg'oq zaminni o'simliklar bilan ko'kartadi. Sizlarmu mushundoq tirildirilsizlar. Allohning sizlarni tuproqdan yaratganligi, ondan sizlarning inson bo'lib zaminda tarilib yurishinglar Allohning kamoli qudratini ko'rsatadigan alomatlardandir. Ayollar bilan unisi ulfat elishinglar uchun Allohning ularni sizlarning o'z tipinglardan yaratganligi, oranglarda, ya'ni er-xotin orasida mehr muhabbat o'rnatganligi Allohning kamoli qudratini ko'rsatadigan alomatlardandir. Fikir yurgizadigan qavm uchun shak shubhisizki, buningda nurg'un ibratlar bor. Allohning osmonlarni, zaminni yaratganligi, tillaringlarning, rangilaringlarning xilma-xil bo'lishi Allohning kamoli qudratini ko'rsatadigan alomatlardandir. Buningda bilimli kishilar uchun haqiqatan nurg'un alomatlar bor. Sizlarning kechisi va kunduzi uxlashinglar, kunduzi Allohning marhamatidan rizq talab qilib harakatlanishinglar Allohning kamoli qudratini ko'rsatadigan alomatlardandir. Shak shubhisizki, buningda anglaydigan qavm uchun nurg'un ibratlar bor. Allohning sizlarga chaqmoqni qo'rqinch va umid qilib ko'rsatishi, bulutdan yomg'ir yog'dirib, uning bilan o'lgan zaminni tirildirishi
Allah'ның kamali qudretini ko'rsatadigan alomatlardandir. Tushunaladigan qavm uchun buningda shak shubhisizki nurg'un ibratlar bor. Allah'ның osmon zaminni o'z amri bilan muallaq turg'izishi Allah'ның kamali qudretini ko'rsatadigan alomatlardandir. Ondan Allah qabrlarda ko'milib yotgan sizlarni yer ostidan chaqirsa darhol chiqsizlar. Osmonlardagi va zimindagi hamma Allah'ningdir. Ya'ni Allah'ның mulkidir. Allah'ның mahluqotidir va Allah'ның tasarrufi ostidadir. Hamma Allah'ga bo'ysunguchidir. Mahluqotni dastlabda yo'qdan bor qiladigan, ondan uni o'lgandan keyin tirildiradigan Allah ana shudir. U, ya'ni mahluqotni tirildirish Allohga uni dastlabda yo'qdan bor qilganga qaraganda o'ng'aydir. Osmonlarda va zaminda eng oliy sifat Allohga xosdir. Allah g'olibdir. Hikmat bilan ish qilguchidir. Allah sizlarga o'zinglardan bir misol keltirdi. Biz sizlarga rizq qilib bergan mol-mulkka qullaringlarning sherik bo'lishiga, u barida ularning sizlar bilan barobar bo'lishiga, ulardan o'zlaringlar, ya'ni ozod kishilardan qo'rqqandek qo'rqishga rozimisizlar? Buningga rozi bo'lmagan ekansizlar, mahluqotning Allohga sherik bo'lishiga qandoq rozi bo'ldinglar? Tushunadigan qavm uchun oyatlarni mushundoq tafsili bayon qilamiz. Undoq emas. Ya'ni Allohga sherik keltirishda ularning hech qanday o'zrisi yo'q. O'zdirga zulm qilganlar bilimsizlikdan nafsi xohishiga ergashdi. Allah gumroh qilgan odamni kim hidoyat qila oladi? Ularga hargiz yordam qilguchi bo'lmaydi. Batil dinlardan burilib islom diniga yuzlangin. Allohning diniga ergashkinki, Allah insonlarni shu din bilan yaratgan. Allohning yaratganida o'zgarish bo'lmaydi. Bu to'g'ri dindir. Lekin insonlarning to'lisi bilmaydi. Allohga tavba bilan qaytinglar. Allohdan qo'rqinglar. Namozni ado qilinglar. Mushriklardan bo'lmanglar. Sizlar dinda ixtilof qilishib, firqa bo'lib, har firqa o'z dini bilan xo'shallanganlardan bo'lmanglar. İnsanlarga birer ziyon zahmat yetgan chaqda ular Parvardigorga ixlos bilan iltijo qiladi. Ondan Allah ularga rahmetini tetitgan chaqda ulardan bir firqa darhol Parvardigorga sherik keltirdi. Ular bizning bergan ne'matlarimizga noshukirlik qilib baqsin. Ey mushriklar, dunyo tirikchiligida sizlarga bergan ne'matlarimizdan bahramand bo'linglar. Sizlar fani dunyoning ne'matidan bahramand bo'lganliginglarning oqibatini kelgusida bilasizlar. Yoki ularga, ularning butlarga cho'qinishining to'g'riligini so'zlaydigan biror kitob nozil qildikmi? Mundoq bo'lg'ini yo'q. İnsanlarga rahmatni tetishsaq, ular buningdan xo'shallanib ketadi. Agar ularga qilmishlari tufaylidan biror ko'ngilsizlik yetsa, darhol umidsizlanib ketadi. Ular bilmamduki, Allah xohlagan odamning rizqini keng qiladi. Xohlagan odamning rizqini tor qiladi. Haqiqatan buningda rizq bergan Allah'ның hikmetiga ishonadigan qavm uchun Allah'ның qudretini ko'rsatadigan nurg'un alomatlar bor. Xish aqribalarga, miskinlarga, ibn sabilarga silrahim va yaxshilikdan tegishlik haqqini bergin. Allah'ның roziligini ko'zlaydiganlar uchun munda qilish yaxshidir. Ani shular maqsadga erishguchilardir. Sizlar kishilarning pul meli ichida o'stirish uchun biror pul mol bersanglar,
Allah'ның dərgahida u ösməydi. Yani kişiler berginimdin jiqraq qaytırsun degan niyat bilan berilgan soğunun Allah'ның dərgahida savabı bolmaydı. Allah'ның razılıqını közləb bergen sadiqanlar yoki ihsanonlarga həssilab savab beriladi. Allah sizlarni xalq etdi. Andın sizlarga rizq berdi. Andın sizlarni qabziroq qiladi. Andın sizlarni tirildirdi. Sherik keltirganlaringlardan qaysisi bu ishlarning qaysi birini qila oladi? Allah pakdir. Ularning sherik keltirgan narsalardan olidir. İnsanlarning qilgan gunohlari tufaylidan quruqliqda va dengizda ofat yuz berdi. Allah ularni tavba qilsin deb qilmishlarining bir qismining jazosini ularga tetitdi. Ey Muhammad, mushriklarga aytqinki, yer yuzida sayr qilinglar. O'tgankilarning oqibatining qandoq bo'lganligiga qaranglar. O'zlariga zulm qilganlarning joylariga qaranglarki, ularning payg'ambarlarni inkor qilganliklarining oqibati qandoq bo'lgan? Allah Taala ularning diyorini xarob qilib, ularni ibrat olg'uvchilar uchun ibrat qildi. Ularning to'lisi mushrik edi. Allah tarafidan keladigan qarshi turg'ili bo'lmaydigan kun, ya'ni qiyomat kelishdan ilgari to'g'ri dinga yuzlangan. Bu kunda ularning bir firqasi jannatga, bir firqasi jahannamga ayriladi. Kimiki kafir bo'lsa, dozoqda abadiy qilib, kufrning jazosini o'zi tortadi. Kimlarki yaxshi amal qilsa, o'zlari uchun oxiratda joy rastlaydi. Allah iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarni marhamatidan mukofotlaydi. Allah haqiqatan kafirlarni do'st tutmaydi. Allah'ның sizlarga o'zining rahmatini tetitish uchun amri bo'yicha kemilarni dengizlarda mangdirish uchun o'zining marhamatidan tilishinglar uchun, shukr qilishinglar uchun shamollarni yomg'ir bilan xo'sh xabar berguchi qilib avatishi Allah'ның kamoli qudratini ko'rsatadigan alomatlardandir. Ey Muhammad, shubhisizki sendin ilgiri nurg'un payg'ambarlarni qavmiga payg'ambar qilib avatdiq. U payg'ambarlar ularga o'zlarining rost payg'ambarliklarini isbotlaydigan nurg'un ro'shan mo'jizlarni elib keldi. Ular mo'jizlarni inkor qilib osiylik qildi. Osiylik qilganlarni jazoladik. Müminlarga yordam qilish bizga tegishli bo'ldi. Allah shamollarni avatib, bulutni qo'zg'aydi. Andin uni osmonda xolig'ini bo'yicha tarqitadi. Gahi uni tarqoq parchalarga bo'ladi. Shuning bilan yomg'irning bulutning orasidan tushayotganligini ko'rsan. Allah yomg'irni xohlagan bandalarining ustiga yog'dirgan chaqda ular darhol xo'shal bo'lib ketadi. Halbuki ular yomg'ir yig'ishdan burun haqiqatan umidsizlanib ketgan edi. Allah'ның rahmatining natijalariga qarg'inki, u zaminni o'lgandan keyin qandoq tirildirdi? Shubhisizki, Allah haqiqatan o'liklarni tirildirguchidir. Allah hamma narsaga qodirdir. Agar biz ziroatga ziyonliq shamolni avatsak, ular shamolning ta'siridan ziroatning sarg'ib ketganligini ko'rsa, shuningdan keyin ular Allah'ның ilgiriki ne'matlarga kufrlik qiladi. Shubhisizki, sen o'liklarga so'zingni anlatolmaysan. Orqasiga qarab yuz o'rigan gazlarg'imi chaqiriqingni anlatolmaysan. Ko'rlarnimi gumrohlikdan qutqizib to'g'ri yo'lga sololmaysan. Sen faqat bizning oyatlarimizga ishonadiganlarga so'zingni anlatalaysan. Ular musulmonlardir. Allah sizlarni ojiz yaratdi. Ondan sizlarni
ojizlikdan kuchlik qildi. Ondan sizlarni kuchlikdan ojiz qildi va sizlarga qiyrilikni yetkizdi. Allah nimani xohlasa shuni yaratadi. U hammani bilguchidir, hammaga qodirdir. Qiyomat qoyim bo'lgan kunda mushriklar dunyoda faqat ozg'ina vaqt turganligiga qasam qiladi. Ular dunyodagi chog'lardimi mushundoq yolg'onchilik qiladi. Ilmi bor, imoni bor odamlar aytdi. Sizlar Allohning taqdiri bo'yicha dunyoda va qabrlarda qiyomat kunigacha qoldinglar. Mana bu qiyomat kunidir. Lekin sizlar bilmaytinglar, ya'ni qiyomatning haqligiga ishonmaytinglar. Bu kunda zolimlarning aytgan o'zrisining foydasi bo'lmaydi. Ularning tavba qilishi ya itoat qilishi bilan Allohni rozi qilishimi talab qilinmaydi. Shak shubhisizki, bu Qur'onda kishilarga turli misollarni bayon qildik. Agar sen ularga Qur'on oyatlaridan biror oyatni keltirsang, kofirlar dillari qasovatlashib ketganlikdan cho'qim aytidiki, sizlar faqat yolg'onchilar sizlar. Allohning birligini bilmaydigan kuffarlarning dillarini mushundoq pechatlaymiz. Ey Muhammad, mushriklarning aziyatlariga sabr qilgin. Allohning sana nusrat ato qilish va diningni ustunlikka ega qilish va'dasi haqiqatan haqdir. Oxiratga ishonmaydiganlar seni diqqat qilib qo'ymusun. Avlod ovozliq asarlari. Sura Luqman 34 oyat. Mekkada nazil bo'lgan. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Alif Lam Mim. Bu hikmatlik kitobning oyatlaridir. U ta'dil arkan bilan namoz o'qiydigan, Allohning rizosini tilash yuzasidan ko'ngil ozodligi bilan zakat beradigan va oxiratga jazman ishonadigan yaxshi ish qilguvchi kishilarga hidoyatdir va rahmatdir. Ashular, ya'ni yuqorqi sifatlarga ega kishilar Parvardigorining to'g'ri yo'lida bo'lg'uchilardir. Ani shular maqsadga erishguchilardir. Ba'zi kishilar bilimsizlikdan kishilarni Allohning yo'lidan ozdirish uchun behuda gaplarni setib oladi va Allohning yo'lini masxir qiladi. Ani shular xor qilg'uchi azobga duchor bo'ladi. Agar uningga bizning oyatlarimiz, ya'ni Qur'on oyatlari o'qib berilsa, go'yo uni anlamagandek, ikki quloqi eg'irlashib qolgandek, Allohning oyatlariga quloq selishdan takabburlik bilan yuz o'riydi. Ey Muhammad, uningga qattiq azob bilan xo'sh xabar bergin. Shubhisizki, iymon etganlar va yaxshi amallarni qilganlar nozu ne'matlik jannatlarga kiradi. U jannatlarda ular mangu qoladi. Bu Allohning rost va'dasidir. Allah va'dasiga xiloflik qilmaydi. Allah g'olibdir. Hikmat bilan ish qiluvchidir. Allah osmonlarni to'riksiz yaratdi. Sizlar uni ko'rib turibsizlar. Yer tavrab, sizlarni xotirjamsiz qilmasin deb yerda tog'larni o'rnatdi. Ziminda turli jandarlarni taratdi. Bulutdan yomg'ir suyini tushirib, uning bilan ziminda turli foydali o'simliklarni o'stirdik. Mana bular Allohning yaratgan mahluqotlardir. Man ko'rsatib beringlarki, Allohdan boshqa ma'budlaringlar zodi nimalarni yaratdi? Balki zolimlar
op-ochiq gumrohlikdir. Biz Luqmonga haqiqatan hikmat ato qildik. Uningga aytdikki, Allohga shukr qilgin. Kimiki shukr qiladigan o'zi uchun qilgan bo'ladi. Kimiki kufrlik qiladigan shubhisizki Allah bandalaridan behojatdir. Madihiga loyiqdir. O'z vaqtida Luqmon hakim o'g'liga nasihat qilib, "Ey o'g'ilchiqim, Allohga sherik keltirmagin. Sherik keltirish haqiqatan zo'r gunohdir" dedi. İnsonni ota-onasiga yaxshilik qilishga buyurdik. Onasi uni qo'rsqida ustiga ojizlik bilan ko'tirdi. 2 yilda uni emchakdan ayirdi. Ey inson, manga va ota-onangga shukr qilgin. Oxiri qaytadigan joy mening dargohimdir. Agar ota-onang seni sen bilmaydigan narsani manga sherik keltirishga zo'rlasa, ularga itoat qilmagin. Ularga dunyoda yaxshi muomalada bo'lgin. Ya'ni diningda ziyon yetmaydigan asosda yaxshilik qilgin. Manga taat bilan qaytgan odamning yo'liga ergashgin. Ondan mening dargohimga qaytsizlar. Sizlarga qilmishinglarni aytib berman. Luqmon aytdi: "Ey o'g'ilchiqim, qilmishing qishchaqliq narsa bo'lib, u o'yul toshning ichida, ya'ni eng maxfiy joyda, ya osmonlarning qetida yoki zaminning ostida bo'lsa-mu, Allah uni hozir qiladi. Uning hisobini oladi. Allah haqiqatan inchki kuzatuvchidir. Hammadan xabardordir. Ey o'g'ilchiqim, namozni vaqtida ta'idil arkan bilan o'qig'in. Kishilarni yaxshilikqa buyrug'in. Yomonlikdan to'sqin. Sana yetgan kulfatlarga sabr qilg'in. Chunki haqiqatga da'vat qilguvchi aziyatlarga uchraydi. Bu haqiqatan qilishga iroda tiklashga tegishlik ishlardandir. Kishilardan mansitmaslik bilan yuz o'rmagin. Ziminda g'adib mangmag'in. Allah haqiqatan hakavur, o'zini cho'ng tutquchilarni do'st tutmaydi. O'tirhol mang'in. Ovozingni pastlatgin. Ovozlarning eng zerikarligi haqiqatan eshaklarning ovozidir. Bilmamsizlarki, Allah osmonlardagi va zimindagi hammani sizlarga bo'ysundirib berdi. Ya'ni sizlarning foydalanishinglarga muvofiqlashtirib berdi. Sizlarga oshkora va yoshurun, ya'ni moddiy va ma'naviy ne'matlarni kamolatga yetkazib berdi. Ba'zi kishilar hech qanday ilmsiz, hidoyatsiz va nurliq kitobsiz holda Allah borasida jidallashidi. Agar ularga Allah nozil qilgan narsa, ya'ni Qur'onga ergishinglar deyilsa, ular yo'q, biz ota-bovlarimizning diniga ergishimiz deydi. Shayton ularni do'zax azobiga chaqirgan tursa, ular yanada ota-bovlarining diniga ergishamdi. Yaxshi ish qilguvchi bo'lgan holda ixlos bilan Allohga bo'ysungan odam mahkam tutqiga esilgan bo'ladi. Ishlarning oqibati Allohga mansubdir. Kimiki kafir bo'ladigan, uning kufri seni qayg'uga solmasin. Ular bizning dargohimizga qaytadi. Ularga dunyodagi qilmishlarini aytib beramiz. Allah haqiqatan ularning dillaridagini bilib turg'uchidir. Ularni dunyodan ozg'ini muddat bahramon qilamiz. Ondan ularni qattiq azobni tetishga majburlaymiz. Agar sen ulardan osmonlarni va zaminni kim xalq etdi deb so'rasang, ular cho'qim Allah deb javob berdi. Aytdinki, jimi hamdu sana Allohga xosdir. Balki ularning to'lisi uqmaydi.
osmonlardagi va zimindagi narsalar Allohning mulkidir. Allah haqiqatan mahluqotidan va ularning ibodatidan behojatdir. Madihiga loyiqdir. Agar yer yuzidagi daraxtlarning hammasi qalam bo'lgan, dengiz siyo bo'lgan, uningga yana 7 dengizning siyosi qo'shilgan taqdirdimi, Allohning so'zlarini yezib tugatkili bo'lmaydi. Allah haqiqatan g'olibdir. Hikmat bilan ish qilg'uchidir. Ey insonlar, sizlarning dastlabda yaratilishinglar o'lgandan keyin tirildirilishinglar faqat bir odamning yaratilishi, bir odamning tirildirishiga o'xshashdir. Allah haqiqatan bandalarining so'zlarini anglab turg'uchidir. Amallarini ko'rib turg'uchidir. Allohning kechini kunduzga va kunduzni kechiga kirgizdiganligini, kun bilan oyni bo'ysundirdiganligini ko'rmamsan? Kun bilan oyning har biri muayyan muddat, ya'ni qiyomatgacha o'z palikida sayr qiladi. Allah sizlarning qilmishinglardan to'liq xabardordir. Bu shuning uchunki Allah haq ilohdir. Ularning Allohni qo'yib ibodat qilganlari, ya'ni butlari botildir. Allah olidir, buyukdir. Ko'rmamsanki, kemilarning Allohning marhamati bilan dengizda yurishi Allohning sizlarga o'z qudratining bir qism dalillarini ko'rsatishi uchundir. Buningda har bir savr qilg'uchi, shukr qilg'uchi banda uchun haqiqatan cho'ng ibrat bor. Dengizda ularni tog'lardek do'lqinlar o'rib olgan chaqda ular kamoli ixlos bilan Allohga iltijo qiladi. Allah ularni dengiz xatarlaridan qutuldirib quruqlikqa chiqargan chaqda ularning ba'zisi to'g'ri yo'lda bo'ladi. Bizning oyatlarimizni faqat xiyonatkor, Allohning ne'matlaridan tangan odamlar inkor qiladi. Ey insonlar, Parvardigoringlarga buyruqlarini o'rinlash, mani qilgan ishlardan cheklanish bilan taqvodorlik qilinglar. Shundoq bir kundan qo'rqinglarki, u kunda ota bolasiga asqatmaydi, bolamu otasiga asqatmaydi. Allohning va'dasi haqiqatan haqdir. Sizlarni hargiz dunyo tirikchiligi mag'rur qilmasin. Shaytonning sizlarni Allohning apusining kengligi bilan mag'rur qilishiga yo'l qo'ymanglar. Qiyomatning bo'ladigan vaqti to'g'risidagi bilim haqiqatan Allohning dargohidadir. Allah yomg'irni o'zi belgilagan vaqtda va o'zi belgilagan joyga yog'dirdi. Bachidondagilarning nima ekanligini, ya'ni o'g'ilmi, qizmi, bejirimmi, kamtukmi, baxtlikmi, baxtsizmi, Allah biladi. Hech odam ati nimalarni qiladiganligini, ya'ni uning nima ish bo'ladiganligini, yaxshi yomon ishlardan nimalarni qiladiganligini bilmaydi. Hech odam o'zining qayerda o'ladiganligini bilmaydi. Allah haqiqatan bütün ishlarni bilib turg'uchidir. Shaylarning ishki va tashqi taraflaridan to'liq xabardordir. Avlod ovozliq asarlari. Sura Sajda 30 oyat. Makkada nozil bo'lgan. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Alif Lam Mim. Bu kitob, ya'ni Qur'onning olamlarning Parvardigori tarafidan nozil qilinganligida hech shak yo'qdir. Mushriklar Muhammad uni o'zi to'qidi deydi. Hargiz undaq emas. Balki u sendan ilgari hech qanday bir payg'ambar kelmagan bir qavmni hidoyat topsin deb ularni ogohlantirishing uchun
Parvardigoring tarafidan kelgan haqiqatdir. Allah osmonlarni, zaminni va ularning orasidagi narsalarni 6 kunda yaratdi. Ondan arsh ustida o'ziga loyiq ravishda qaror oldi. Sizlarga Allohdan boshqa hech qanday ega yo'q. Shafaat qilg'uchimi yo'q. Buni fikr qilib iymon etmamsizlar? Allah osmondan zamingacha bo'lgan mahluqotning ishlarini idora qilib turadi. Ondan u ishlar uzunluqi sizlar sanayotgan 1000 yilda keladigan bir kunda Allohning dargohiga o'rlaydi. U Allah yoshirinni va oshkorini bilguchidir. G'olibdir. Bandalarga nihoyat mehribondir. U hamma narsani chiroyli, ya'ni hikmatiga muvofiq joyda yaratdi. Dastlabda insonni, ya'ni insonlarning otasi Odam alayhissalomni loydan yaratdi. Ondan uning naslini arzimas suvning javhari, ya'ni manidan yaratdi. Ondan uni ravurs yaratib, uningga o'ziga mansub ruhni kirgizdi, ya'ni jon kirgizdi. Ya'ni sizlar uchun quloqlarni, ko'zlarni va yuraklarni yaratdi. Sizlar oz shukr qilasizlar. Ular yer ostida yo'qolgandan keyin, ya'ni go'rda to'piga aylanib ketgandan keyin rostla qayta yaratilamdiq deydi. Balki ular Parvardigoriga muloqot bo'lishni inkor qilg'uchilardir. Aytqinki, sizlarning jininglarni elishqa muvakkal qilingan farishta sizlarning jininglarni oladi. Ondan Parvardigoringlarning dargohiga qaytarilasizlar. Agar sen gunohkorlarning Parvardigorining dargohida boshlarini sangilatib turganligini ko'rdigan bo'lsang, albatta qo'rqinchli holatni ko'rgan bo'larding. Ular aytdi: Parvardigorimiz, ishning haqiqatini ko'rdik, angladik. Bizni yaxshi amal qilish uchun dunyoga qaytargin. Biz endi haqiqatan sening va'dangning haq ekanligiga ishonguchilarmiz. Agar biz xohlasak, har bir kishiga albatta hidoyat beratdik. Lekin mening gunohkorlarni azob qilishdan iborat hukmim bekitilib ketdi. Men cho'qim jinlar va insonlar, ya'ni ularning gunohkorlari hammasi bilan jahannamni to'ldirman. Ahli dozoqqa aytiladi: Mushkundagi uchrashishinglarni unutib qolganliginglar uchun bu xo'rlig'icha azobni tetinglar. Biz haqiqatan sizlarni unutdik. Qilmishinglar tufaylidan mangulik azobni tetinglar. Bizning oyatlarimizga haqiqatan shundoq kishilar iymon etdiki, ularga shu oyatlar bilan vaz nasihat qilinsa, Allohning oyatlarini ulug'lash yuzasidan Allohga sajda qilgan holda yiqiladi. Parvardigorga tasbih aytadi, hamdu aytadi. Ular Parvardigorining toat ibodatidan cho'ngchilik qilib bosh tortmaydi. Ularning yonlari o'rin ko'rpidan ijroq bo'ladi. Ya'ni ular kechsi ibodat qilib oz uxlaydi. Ular Parvardigorining azobidan qo'rqib, rahmatini umid qilib, uningga duo qiladi. Ularga biz rizq qilib bergan narsalardan yaxshilik yo'llariga sarf qiladi. Ularning qilgan amallariga mukofot yuzasidan Allohning huzurida saqlangan va ularni xo'shal qiladigan katta ne'matni hech kim bilmaydi. Mu'min odam fosiq odamga o'xshamdi. Ular oxiratlik savobda barobar emas. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarga kelsak, ularning qarorgohi jannat bo'ladi. U ularning qilgan amallarini mukofotlash yuzasidan ular uchun tayyorlangan joydir. Allohning itoatidan chiqqanlarga kelsak, ularning joyi
do'zax bo'ladi. Har qachon ular do'zaxdan chiqmoqchi bo'lsa, ular do'zaxqa qaytariladi. Ularga sizlar inkor qilgan do'zaxning azobini tetinglar deyiladi. Ularning tavba qilishi uchun biz ularga cho'qim eng cho'ng azobdan, ya'ni oxirat azobidan ilgari eng yaqinqi azob, ya'ni dunyo azobini tetitimiz. Parvardigorining oyatlari bilan vaz-nasihat qilingan, ondan uningdan yuz o'rgan odamdinmi zolim odam bormi? Biz gunohkorlarni cho'qim jazolaymiz. Shak shubhisizki biz Musoga kitob, ya'ni Tavratni ato qildik. Ey Muhammad, sen Miroj kechasida yo qiyomat kunida Musoga muloqot bo'lishdan shaklanmagin. Biz Tavratni Isroil avlodiga yetakchi qildik. Ular kulpatlarga savr qilgan, bizning oyatlarimizga jazman ishongan chaqda ulardan bir qism kishilarni bizning amrimiz bilan to'g'ri yo'l ko'rsatadigan peshvolar qildik. Sening Parvardigoring qiyomat kuni ularning orasida ular ixtilof qilishgan diniy ishlar ustida albatta hukm chiqaradi. Ulardan ilgari o'tgan qanchilgan ummatlarni halok qilganligimizni ular bilmamdi. Ular, ya'ni Makkiliklar, ular, ya'ni halok bo'lganlarning yurtidan o'tib turdi. Buningda bizning qudratimizning cho'ngligini ko'rsatadigan nurg'un dalillar bor. Ular anlamamdi. Ular ko'rmamdiki, biz giyohsiz zaminga yomg'ir suyini surib elib boramiz. Uning bilan ularning hayvonotlari va o'zlari yeydigan ziroatlarni undirib chiqaramiz. Ular buni ko'rmamdi. Ular, ya'ni Makka kuforlari masxir qilish yuzasidan biz bilan sizlarning oranglarda chiqariladigan bu hukm qachon amalga oshadi? Agar sizlar da'voyinglarda rostchil bo'lsanglar, aytib yiqinglar deydi. Aytqinki, hukm chiqariladigan kunda kofirlarning aytgan iymonining foydasi bo'lmaydi. Ularga muhlatmi berilmaydi. Sen ulardan yuz o'rgin, ya'ni so'zlarga parvo qilib ketmagin. Sen Allohning ularga tushadigan azobini kutgin. Ularmi haqiqatan sizlarga tushadigan narsalarni kutguchilardir. Avlod ovozliq asarlari. Sura Ahzob 73 oyat. Madinada nozil bo'lgan, nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Ey payg'ambar, Allohga taqvodorlik qilishni davomlashtirgin. Kofirlarga va munofiqlarga itoat qilmagin. Alloh haqiqatan bandalarning amallarini bilib turg'uchidir. Ularning ishlarini hikmat bilan boshqarg'uchidir. Sana Parvardigoring tarafidan vahiy qilingan narsaga, ya'ni Qur'onga ergashgin. Allah haqiqatan qilgan amalinglardan to'liq xabardordir. Hamma ishingda Allohga yo'langin. Allah sana homiy bo'lishga yetarlikdir. Allah hech odamning ishida ikki yurak yaratgani yo'q. Sizlar zihor qilgan ayollaringlarni Allah sizlarga ona qilgani yo'q. Sizlar bola qilib olganlarni Allah hamma hukmida o'z pushtonlardan bo'lgan bolalaringlarning hukmida qilmadi. Bu, ya'ni o'z pushtonlardan bo'lmaganlarni bola deyish faqat og'zinglarda aytilgan so'zdir. Allah haq so'zni aytadi, to'g'ri yo'lga boshlaydi. Ularni otalarining ismlari bilan chaqiringlar. Bu Allohning dargohida to'g'ridir. Agar ularning otalarini bilmasanglar, u chaqda ular sizlarning dinni qarindishinglardir, do'stlaringlardir.
sizlar samanlikdan qilib solgan ishlarda sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Lekin qasddan qilgan ishinglarda sizlarga gunoh bo'ladi. Allah nihoyatda mag'firat qilg'uchidir, nihoyatda mehribondir. Payg'ambar mu'minlarga ularning o'z nafslaridanmi choridir. Payg'ambarning ayollari ularning onalaridir. Kitobullohda urug' tuqqanlarning ba'zisiga miros elishda mu'minlardan va muhojirlardan yaqindir. Lekin mu'minlardan va muhojirlardan bo'lgan do'stlaringlarga vasiyat qilsanglar durust bo'ladi. Bu, ya'ni tuqqanlarning o'zaro mirosga varislik qilishi kitobda, ya'ni Allohning kitobida yozilgandir. O'z vaqtida biz payg'ambarlardan ahd oldik. Sendin, Nuhdan, İbrahim'din, Musa'dın, Meryem oğlu, İsa'dın mahkem ahd aldık. Allah kıyamet günü rastçılardan rastçılıkı doğruluk soraydı. Yani peygamberlerden peygamberlikni yetkizgenlikini soraydı. Allah kapırlarga qattiq azap tayyorladi. Ey müminler! Allah'ның sizlarga bergan ne'matini eslanglar. Öz vaqtida ustonlarga kuffarlardan uyushgan urushquchi qo'shin kelgan edi. Biz ularga qarshi bo'ron va sizlarga ko'rinmaydigan qo'shin, ya'ni farishtalarni avatdik. Allah sizlarning qilgan ishinglarni ko'rib turg'uchidir. Ayni vaqtda ular yuqori tarafinglardanmi, töven tarafinglardanmi hujum qilib kelgan edi. Bu chaqda ko'zinglar chekchib qolgan, yurikinglar og'zinglarga qoplashib qolgan. Allah haqida turli gumonlarda bo'lgan edinglar. Bu yerda mu'minlar sinalgan va beshiga kelgan kunning qattiqligidan go'yo ularni yer silkigandek qattiq tavrinishga uchirgan edi. Ayni vaqtda munofiqlar va dillarida munofiqlik kesili borlar Allah va uning payg'ambari bizga quruq va'dalarni qilib tikan deyishatdi. Ayni vaqtda ulardan bir guruh odam yasiribliklar bu yerda turmay qaytinglar deyishatdi. Ulardan yana bir guruh odam bizning o'ylarimiz haqiqatan ochiqchilikda deyishib payg'ambardan ruxsat so'rashatdi. Bularning o'ylari ochiqchilikda emas, ular faqat qechishni o'ylaydi. Agar shaharga to'rt tarafdan hujum qilib kirilsa, ondan ulardan iymonidan qaytish, musulmonlarga qarshi urush qilish talab qilinsa, ular bu talabni uzluksiz ravishda oz vaqt ichida qabul qiladi. Ular, ya'ni munofiqlar ilgari Allohga jangda chekinmaslikka va'da bergan edi. Allohga bergan va'dasi so'riladi. Aytqinki, agar sizlar o'limdan yo o'ltirilishdan qochsanglar, qechishning sizlarga hech qanday foydasi yo'q. Qochqandimi sizlar dunyodan ozg'ina vaqt bahramon bo'la olaysizlar. Aytqinki, agar Alloh sizlarga biror yomonlikni iroda qilsa, kim Allohga qarshi turib sizlarni qo'g'diy olaydi? Agar Alloh sizlarga rahmat qilishni iroda qilsa, kim uningga orlisha olaydi? Ular o'zlari uchun Allohdan boshqa hech ega va yordamchi topolmaydi. Allah ichinglardagi boshqalarni jihoddan to'sqichilarni va qarindoshlarga Muhammadni va sahobalarni tark etib, bizning qeshimizga kelinglar deguchilarni obdan biladi. Ular jangga riyo qilib, anda sanda qatnashidi. Ular sizlarga yordamda bo'lishga bexildir. Agar ularga dushman tarafdan xavf keladigan bo'lsa, ularning sana sakratga tushib qolgan odamdek qo'rqinishdan ko'zlarini pildiriltib qarayotganligini ko'rsan. Qo'rqinish ketganda ular pul molga osh ko'z bo'lgan holda sizlarni keskin tillar bilan ranjitadi. Ular
chin dillari bilan iymon etgan emas. Ularning kufri sababli amallarini Alloh bekor qildi. Bu Alloh uchun osondir. Ular, ya'ni munofiqlar qattiq qo'rqqanlikdan ittifoqdosh qo'shinni chekinmidi deb o'ylaydi. Agar ittifoqdosh qo'shin qaytib kelsa, ular qirda Arablarning, ya'ni qir arablarining yinida turib, sizlarning xabaringlarni uqqash, tinish yetishni orzu qiladi. Ular urush vaqtida oranglarda bo'lgan taqdirdimi qo'rqqanlikdan jangi riyo qilib, anda sonda qatnashgan bo'ladi. Sizlarga Allohni oxirat kunini umid qilgan va Allohni ko'p yod etganlarga Rasululloh albatta yaxshi ulgudir. Mo'minlar ittifoqdosh qo'shinni ko'rgan chaqda, bu ya'ni qiyin ahvolda qolganda dushman ustidan g'alaba qilish Alloh va uning payg'ambari bizga va'da qilgan ishdir. Alloh va uning payg'ambari rost aytdi deyishdi. Bu ish ularning Allohga bo'lgan iymonini va Allohning buyruqlariga bo'lgan bo'ysunishini texmi kuchaytdi. Mo'minlarning ichida Rasululloh bilan g'azotga chiqqanda sabotliq bo'lib, shahid bo'lganga qadar dodillik bilan jang qilish to'g'riliq Allohga bergan ahdini ishga oshirgan nurg'un kishilar bor. Ularning ba'zisi ahdiga vafo qilib shahid bo'ldi. Ba'zisi shahid bo'lishni kutmoqda. Ular Parvardigoriga bergan ahdisini hargiz o'zgartgani yo'q. Alloh rostchillarga rostchilligi uchun oxiratda eng yaxshi mukofot beradi. Munofiqlarni, ahdini buzg'uchi munofiqlarni munofiq peti bu dunyodan ketkizib, agar xolisa azoblaydi ya ularni tavbaga muvaffaq qiladi. Alloh haqiqatan bandalariga nihoyat mag'firat qiluvchidir, nihoyat mehribondir. Alloh kofirlar, ya'ni Madinaga hujum qilgan ittifoqdosh qo'shinni xop qaytirdi. Ular maqsadiga yetolmadi. Alloh dushmanga bo'ron va farishtalarni opridi qilib, mo'minlarni urushsiz g'alabaga erishtirdi. Alloh kuchlidir, g'olibdir. Alloh ahli kitobdan mushriklarga yordam berganlarni, ya'ni Rasululloh bilan qilgan ahdini buzgan Bani Qurayza yahudilarini qo'rg'onlardan tushirdi. Ularning dillariga qo'rqinish soldi. Ularning bir bo'likini o'ltirdinglar va bir bo'likini asir oldinglar. Alloh sizlarga ularning ziminini, qoro joylarini, mol-mulklarini va texi sizlarning qadiminglar dastlab baxmagan ziminni miros qilib berdi. Alloh har narsaga qodirdir. Ey payg'ambar, ortiq xarajat so'rab seni ranjitgan ayollaringga aytqinki, agar sizlar dunyo tirikchiligini, ya'ni farovon turmushni va dunyoning zibu zinnatini ko'zlasanglar, kelinglar, sizlarga bir oz narsa beray. Sizlarni chiroyliqcha qo'yib beray. Agar sizlar Allohni va Allohning payg'ambarini oxirat yurtini ixtiyor qilsanglar, Alloh haqiqatan ichinglardagi yaxshi ish qilguvchilarga cho'ng savobni, ya'ni ko'z ko'rmagan, quloq anglamagan va insonning ko'ngliga kelmagan nozun ne'matlar bor jannatni tayyor qildi. Ey payg'ambarning ayollari, ichinglardan kimiki oshkori qabih ishni qiladi ekan, uningga hasilab azob qilinadi. Bu Allohga osondir. Avlod ovozliq asarlari.